Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va aksiyadorlik tijorat xalq banki mijozlari. Bugun ushbu video murojaatimiz orqali sizlarga Xalq banki tomonidan 2019-yilda amalga oshirilgan ishlar va taqdim etilgan yangi bank xizmat turlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. 2019-yilda Xalq banki tomonidan chet el investitsiyalarini jalb qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan, o'tgan yili hukumat kafolatisiz bank tashabbusi bilan 8 ta xalqaro moliya korporatsiyalarining 9 million AQSh dollari hamda 197 million yevro miqdoridagi kredit liniyalari jalb qilindi. Mazkur mablag'lar hisobidan yurtimizda meva-sabzavotni qayta ishlash, chorvachilikni rivojlantirish, umuman oilalarimizning turmush farovonligini yuksaltirish borasida bir qator yirik loyihalar moliyalashtirildi. Bundan tashqari, oilalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, bu orqali odamlarimizning turmush farovonligini yaxshilash, daromadini ko'paytirish maqsadida har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 1 trillion 800 million so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Buning natijasida 10176 ta oila bandligi ta'minlandi. Xalq banki tomonidan xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish va ularning qo'shimcha daromad topishiga uchun ham imkoniyat yaratildi. Ushbu maqsadda 2019-yilda bankning o'z mablag'lari hisobidan 36703 nafar ayolga umumiy qiymati 615 milliard so'mlikdan ziyod kredit mablag'lari yo'naltirildi. Natijada 36 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratildi. O'tgan yili Xalq banki tomonidan aholini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 10 dan ortiq yangi bank xizmat turlari joriy qilindi. Pensiya overdraft kartasi, rejali to'lov co-branding kartasi, kredit karta, jismoniy shaxslar uchun ochiq kredit liniyasi hamda eski avtomobilni yangisiga almashtirish uchun trade-in avtokrediti shular jumlasidandir. Aytib o'tish joizki, bugungi kunda Xalq bankining yangilangan veb-sayti ishga tushirildi. Ushbu veb-sayt orqali siz bankimiz faoliyati haqida, shuningdek, so'nggi paytlarda joriy etilayotgan yangi bank xizmat turlari va omonatlar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, mijozlarimiz bankimizning 200 0055 raqamli telefoniga hamda Xalq Bank Official Bot Telegram kanali orqali o'zlarini qiziqtirgan barcha savollariga ma'lumotlar olishlari mumkin.